Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga quloqingiz bitib qoldi va xira eshityapsiz. Bu holatda nima qilish kerak va qanday yordam choralarini ko'rsatish kerak, shu haqida gapirib beraman. O'zi quloqimiz nega bitib qoladi? Bir necha sabablari mavjud. Birinchisi tashqi eshituv yo'ldagi quloqdagi kir, ya'ni quloqni kovlaganimizda odamlar quloqni kovlash kerak deb o'ylaydi. Aslida bu noto'g'ri. Quloqni kovlash natijasida quloqdagi kirni ichkariga tiqib tashlaymiz va eshitish pasayib quloq bitib qoladi. Ikkinchisi burun va tomoqdagi turli xil shamollashlar. Mana shu shamollash natijasida quloq tabiiy ravishda bitadi. Bu lekin o'tib ketadigan holat. Bu holatda juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Uchinchi sababi quloqimizga cho'milganda suv kirib qolishi. Bu vaqtinchalik holat hisoblanadi. Suv chiqib ketgandan keyin quloq ochiladi. To'rtinchi sababi va eng asosiysi aynan o'rta quloqdagi nog'ora bo'shlig'idagi va burun va nog'ora bo'shlig'i o'rtasida mavjud bo'lgan Yevstaxiy kanali bor. Aynan o'sha kanaldagi yallig'lanish jarayonlari quloqni bitishiga sabab bo'ladi. Bu holatda albatta lor shifokoriga murojaat qilish kerak va uzoq vaqt quloqni bitishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Quloqimiz bitib qolganda quyidagi xatolarni qilmaslik kerak. Birinchisi, quloqni turli xil jismlar bilan, vatniy palichka, go'r cho'pi yoki shunga o'xshash qattiq jismlar bilan kovlab tozalashga harakat qilamiz va bu quloqimiz ochilishiga yordam beradi deb o'ylaymiz. Aslida bu juda ham noto'g'ri. Keyingi sababi quloqqa turli xil tomchilarni o'z boshimchalik bilan tomizish. Kimdandir yaqinlarimizdan, akamizdan, ukamizdan yoki bo'lmasa biron bir juda ham yaqin insonimizdan eshitamiz. Shu tomchini tomizsang quloqingga yordam beradi, quloqing ochiladi. Bu holatda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ana yuqorida qilgan usullarimiz nog'ora pardaniga jarohat yetkazib qo'yishi mumkin. Bu holatda nima qilish kerak? Quloqqa turli xil tomchilar tomizib ko'rdingiz va kovlab ko'rdingiz yoki bo'lmasa og'rigan vaqtda turli xil og'riq qoldiruvchi dori vositalarni ishlatib ko'rdingiz, lekin hech qaysi yordam bermadi. Bu holatda albatta lor shifokoriga murojaat qilish kerak, lekin buni reklama deb o'ylamang. Sababi quloqimiz shunaqa joyda joylashganki, biz o'zimiz ko'ra olmaymiz va xulosa olmaymiz. Mutaxassisga murojaat qilgandan keyin lor shifokori endoskop yordamida sizni ko'radi, quloqingizni nima sababdan bitib qolganini aniqlashtiradi va kerakli tavsiyalarni beradi. Va davo choralarini qo'llagandan keyin albatta quloqingiz ochilib ketadi. Ana endi reklama qismiga keldik. Sizda ham lor muammolari bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling, sizga malakali tibbiy yordam beramiz. Hayotgacha yana foydali ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'ling.